Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsan o'g'lim. Xushvaqt bo'ling. Abi ota-bola bir-birini sog'inib qolibsiz-da. Bash xotiningchi seni o'qitib yuribdi, kaldon-paldonlarga olib. Baxt yo'llaringni bog'lab tashagan. Oyi, u bunaqa ishlarni bilmaydi. Hatto bilmaydi, pismayvalib qilib yuradi. Zulfiya opa, Nodira Halilovnani ko'rgani boryapsizmi? Esing joyidanmi? Nega borarkanman? Erimi qatnab yurgani yetadi. To'xta. Nima kelding? Bor ket, bor. Nosirboy bilan biz bir-birimizga yelkadosh bo'lib yuribmiz. To'g'ri. Qani o'g'lim, endi uyga bora qol. Qayerga boradi? Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Men senga jim yur deganmidim. Nimaga yana sochilib yushding? Shunaqa bo'lib qoldi. Meni bu yerdan olib chiqib keting. O'zi menga tashlandi. O'zimni himoya qildim. Janjalga aralashmadim, ming marta gapirdim. Boshqa aralashmayman. Jim yuraman. Bu yerdan tezroq ketsam bo'ldi. Mayli. Mana bu senga yana bir kunchi deysan. Rahmat. Yana bir marta qaytaraman. Hech kim bilan urushmay yurasan. Xo'p. Bir nima qilsin-chi? Ey xudoyim. Hey, bitta bolani eplolmaysan-a? Menga ber. Voy tavba qildim. Qachon emizuding? Ha? Hozirgina emizgandim, hali ko'p vaqt Qorni og'riyotgandir, bundoq silamaysanmi buni? Ey, bolani ham boqamaysan-a? Esing yo'q desana. Voy jonim, mana. Voy jonim bana, ay jonim. Ana, yaxshi odamni bilishadi bolalar. Ko'rdingmi? Mana, jim bo'lib qoldi. Asalim. O'zim boqaman. Esiz bola sizlarga. Men qaraychi. Shoshma. To'xta. O'tirgin, hech narsa qilmaydi. Oying bolaga hech narsa qilmaydimi, yaxshi qaraydimi? Xavotirlanma. Oyim bolani yaxshi ko'radi. Lekin negadir unaqaga o'xshamadi. Ha, ular juda jahldor. Lekin bolaga yomon qaramaydilar. Bilmadim. Bo'pti, unda kel gaplashib olamiz. Nega mendan shuncha paytgacha hol ahvol so'ramading? Men qanaqaman, bola qanaqa? Nega o'zing ketib qolding?
Nima uchun meni qidirmading? Искала я Qidirdim. тебя. Но нигде Lekin не нашел. topolmadim. Я даже Hatto где Sasha tog'idan ham so'radim. Если не Ishonmasang веришь, undan иди so'ra. спроси. Eshitishimcha, sen uylanishni xohlayotgan ekansan. Да, Ha, выходил. shunday o'ylagandim, lekin bir Всех qarorga отговорил. kela olmadim. Hali uylanmoqchimiding? Men senga ko'rsatib qo'yaman uylanish qanaqaligini. Men bolaga qarayman. Marazga ishonib bo'lmasligini bilardim. Nimaga u bilan Moskvaga uchdim? Boshqa shaharga ketsam bo'larkan. Vizam bor edi. Qachongacha shunaqa yashaysan, Nazokat? Yoshing ham o'tib qoldi. Balki bu yerdan chiqqandan keyin bo'ldi qilarsan. Bo'ldi. Boshqa hech kimga turmushga chiqmayman. Qolgan hayotimda dunyo kezaman. Qurib ketsin shu chollar. Chidaganimga arzimaydi. Vaqtida to'xtashim kerak. Atrofimda bitta do'stim yo'q. Manzura ham tikka sotib ketdi. Shumi mehribon dugona. Kimdan kutsam ham undan kutmagan edim. Hammasi ikkiyuzlamachi. Hammasi ishi bitguncha do'st. Bittasi Nargizmi? Pulim bor paytda hammaga kerakman. Pulim yo'q paytda tashlab ketishadi. Ay canım benim. Senlarga faqat sevgi bo'lsa, bola boqishni bilmaysanlar. Kelishib oldinglarmi? Nevarangiz bilan? Nevaram bilan kelishib oldik. Lekin mana bilan kelishganim yo'q. Oyi, endi o'zingiz katta qilib berasiz. Boshqa ilojim bormi? Senlarga bolani ishar bo'lmaydi. Ismini ham o'zim qo'yaman. Unga Andrey ism qo'yib bo'ldik. Shu ham ismmi? Ha? Andreynichi? Oying tug'sa, o'sha bolasiga qo'yasan. Bugundan boshlab bolam Abdulloh bo'ladi. Qodir. Uni yaxshilab cho'miltirib, qulog'iga azo ayttirish kerak. Ertalab masjidga borib domla olib kelgin, xo'pmi? Metrikayam olib bo'lganmiz уже. O'zgartiramiz. Menga qara. Agar shu uyda yashamoqchi bo'lsang, biz aytganimiz qilasan. O'zi mendan kechirim so'rashing kerak edi. Indamasdan kirib keldi. Mayli dedim. Bolasi ko'zimga yaxshi ko'rindi. Bu bola bizning avlodimiz. Uni vujudida bizning qonimiz oqyapti. Tushundingmi? Abdulloh. So'ra? Скажи что-нибудь. Kechiring. Kechiriming boshingda qolsin. Voy, bolam yig'lab qoldi.
Ha, boy. Xayol surib o'tiribsiz? Nosirboy. Bo'lgan ishlarni o'ylab o'tiribman-da. Mana, doktor aytgan dorilar. O'ldirmaydimi doringiz? O'ldiradiganidan. O'zingiz ham qiynalmaysiz, men ham qiynalmayman. Bo'ldi, hazillashdim. Oling, iching. Ha, yomonsiz-da, Nosirboy. Yomon. O'zingiz yaxshi gapga ko'nmayapsiz-da. Yosh bolaga o'xshab qaysar bo'lib qolgansiz. Nosirboy, bir joyga borib kelishim kerak. Men ham boraveray bo'lmasa. O'zingizni yuborib bo'lmaydi bir o'zingizni. Tayyorgarligingiz ko'ring-chi. Hozir. Haydovchi chaqiraman men. Xo'p bo'ladi, hozir. Qani yur. Sizga rahmat aka. Rahmat. Xudoga shukr. Qutulganimiz rost bo'lsin. Tabriklayman ozodlik bilan. Bu ozodlikni qadriga yetish kerak endi. Yetaman aka. Bunaqa ishlarni endi qilmayman. Ikki dunyoda ham qilmayman. Bilsang agar o'zi bo'lgani yo'q seni olib chiqishni. Aka. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Sizdan boshqa hech kim ham meni yo'qlab kelmadi o'zi. Endi bu yoqqa qadamingni o'ylab bosgin singlim. Xo'p bo'ladi. Xo'sh ketdikmi? Aka. Bu yaxshiliginglarni ikki dunyoda ham unutmayman. Onam hurmatlari uchun harakat qildim. Rahmat. Albatta qaytaraman. Ketdik. Ha, Pari? Ha, opa? Nima olib kelyapsan? Ha. Xo'jayinim restorandan ovqat yuboribdilar. Qizlar bilan o'tirib maza qilib yeb olinglar dedilar. Zo'r-ku? Ha, issiqqan ekan, yeb olamiz. Pari, bunaqada semirtib yuborasan-ku? Mayli opa, semirsangiz semiribsiz-da. Kim ko'hlik? Do'mboq ko'hlik. Sizga hamma narsa yarashadi. Matlubaxonni chaqiraylik unda. Mayli. Chaqiramiz. Ovqatda mazasi zo'r bo'lsa kerak, hidi shundoq chiqib turibdi. Ha, ering biram yaxshi ko'rar ekan. Rahmatimni yetib qo'ygan. Siz ham eringiz yuborgan shokoladlarni maza qilib yeganmiz, esizdami? Ha, shuni ayt, bir paytlar rosa narsa jo'natardilar. Ha. Rahmatli qaynonam ham somsa yopib olib kelardilar. Biram o'rinlari bilinadi. Mayli opa. Tegirmon navbati bilan deydi. Kasalxonani kuyovlari bor bo'lsin. Gapirma, ketdik. Kela qoling, keling. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar? Bo'ladi. Yuribmiz. Charchayapsizlarmi? Dildor kelmadi? Ha, kelib qoladi u ham. Hozir ozgina kutib tursangiz kelib qoladi. Mayli. Salon ancha yurib ketibdi.
Ha, mijozlarimiz ham ko'p. Erkaklarga ham xizmat ko'rsatishadimi? Ha, barber shopimiz bor. Nima qilish kerak? Shu Dildor kelguncha sochimni oldirib tursammikin degandim. Yaxshi o'ylabsiz, bemalol. Vaqtingiz ham ketmaydi. O'zi doim bir odamga borardim. Ha, Vaqtim yo'q, hech yetib borolmayman-da. yuring unda. Ha, mayli. Qani Keling, yo'l boshlang. keling. Bu yoqqami? Keling. Keling opa, rosa charchadim. Voy, Qornim ham ochib ketdi. Sizni ham qorningiz ochdimi? juda ochib ketdi. Opa chiqmadilarmi? Yo'q. Ishlari bor ekan. Qizlarchi? Qizlar sal turib kelib qolishar. Unda Mayli, Ha, nasibalarni shunaqa olib qilaylik. qo'yamiz. Nima ekan? Oo. Voy. Eringni qo'li biram shirin-a. ovqatni ular qilmaydi-yu. Restorandagi oshpazlar qiladi. Ha, lekin rosa mazali qilishar ekan. Manzilini ber, Rustam aka bilan boramiz. Xo'p, beraman. Men ham homiladorlik vaqtimda tez qornim ochardi. Qaynotamdan uyalib muzlatgichni ocha olmasdim. Sal ko'proq ochsam gap eshitardim. Nimalarga chidamadik opa. Hozir o'ylasam, yuragim orqaga tortib ketadi. Qaynaning ham ofat xotin edi. Hayotmila hali? Tirik. Yurgandir, kimnidir sho'rini quritib. Hormanglar qizlar. Kim? Mehmonni ham shunaqa kutib oladimi? Kim etdi seni mehmonsan deb? Sen meni dushmanimsan. Nega kelding? Bir paytlar do'st edik. Asabimga tegma. Senlar do'stlikni va yana boshqasini bilasan. Eshigim tagida turma. Ket. Ketmayman. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Xo'p, eshitaman. Nima gaping bor? Ichkarida gaplashaylik. Seni uyga kirgizmayman. Bir marta choyxonaga kirgizib, rosa ta'zirimni yedim. Sen shaytonga o'xshaysan. Sen kelgan joyda baxtsizlik, shayton kirib kelgandek bo'ladi. Rahmatjon.
Bilaman, seni oldingda aybdorman. Mana shu gunohimni yuvgani keldim. Yana qanday o'yinni boshlading? Hech qanaqa o'yinni boshlamadim. Men rostdan kechirim so'rab keldim. Ishon. Nimaga bunaqa baqrayib qarayapsizlar? Azroilni ko'rganday. Pari, sen ishga qaytdingmi? Ha, qaytdim. Opam baraka topsinlar. Biroq gapimga ishga oldilar. Senga hamshira bo'lib ishlash mumkin emas edi shekilli. Mumkin emas. Lekin sanitarka bo'lib ishga kirdim. Ba'zi paytlarda qizlarga muolajaga ham yordam berib turibman. Ulgurisha olmagan paytlarida. Shunga qarashib turibman. Meni kasalim bilan bemorlarning kasali bir xil bo'lsa, nimadan qo'rqamiz? To'g'rimi? Tushlikmi? Dasturxonga taklif qilmaysizlarmi meni? Voy, keling, o'tiring, keling. Siz yaxshimisiz, Zulfiyaxon? Og'ir bo'lmay yuribsizmi? Rahmat. Rahmat, yaxshi. Boya akam bilan ko'rishgandim. Baraka topsinlar. Men uchun rosa yelib yugurdilar. Xabarim bor. Bu yerda erkak sartaroshlar yo'qmi? Bor, lekin bugun sizga o'zim xizmat qilmoqchiman. Sizni qo'lingizdan ancha narsa kelar ekan-a? Albatta, qarshingizda 10 yillik tajribaga ega stilist turibdi. Men sizni bunaqa hunarlaringiz borligini bilmagan ekanman. Ha, bolalarimni boqish uchun nimalar qilmaganman. Bozorga ham chiqqanman. Oxiri stilistga shogird tushib o'qidim. Xullas, qayerdan pul kelsa, o'sha yerga o'zim uraman. Bunaqaga o'xshamaysiz lekin. Umuman. Ko'rganlar meni boya xotini bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Endi ichimni hamma ham bilavermaydi-ku. O'zimni bechora qilib ko'rsatishni yomon ko'raman. Doim boshimni tik ko'tarib, bildirmasdan yuraman. Bor pulimga o'zimni xursand qilib, bolalarimni xursand qilib, kiyintirib yuraman. Lekin cho'ntakda pul yo'q. Yo'q, nimaga bor? Bolalarim rizqini Xudo beradi. Matluba ortiqimda yo'qmilar? Kasallarga qarayotgan bo'lsalar kerak. Men hozir chaqirib chiqaman. Men ham boray? O'zim boraman, opa. Odam biram sog'indiki. Sizlar bilan mana shunaqa gaplashib, chaqchaqlashib bir dasturxon atrofida o'tirishni. Siz biz bilan ovqatlanib o'tirmasdingiz-ku? Doim xonangizda ovqatlanardingiz. Nimasini sog'inasiz?
Dunyoda yaxshi odamlar ko'p. Agar noto'g'ri yo'lga bormasdan halol ishlasang, yaxshi bo'lar ekan. Bilasizmi, men 3 ta smenada ham ishlaganman. Charchab qolmaganmisiz? Charchaganman, lekin bildirmasdim. Kuniga 2-3 soat uxlardim. Bolalarim otasi yo'q, qiynalishmasin deb. O'sha kunlar ham o'tib ketdi. Hozir yaxshi topasizmi ish qilib? Bo'ladi. Nasibaga yarasha. Suv isig'masmi? Yo'q, yaxshi. Dildor telefon qilmadimi? Kelib qolar. To'g'risini aytaymi? Nimani? Ayting. To'g'risini aytsam, Dildor bilan gaplashmadim. Yaxshi qilibsiz. Yuring, sochingizni quritamiz. Telefoningiz qolib ketdi. Opa, Ha? sizni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Tinchlikmi? Shoshmang. Anakonda qaytib kelibdi. Nodira Xalilovnami? Qo'yib yuborishdimi? Shunaqa shekilli. Kela solib, seni bu yerga kim ishga oldi? Sen hamshira bo'lib ishlashing mumkin emas-ku, dedi. Bir-ikki gap bilan chekigini o'chirib qo'ydim. Yirtqichlarning orasida yirtqich bo'lib ketar ekansan. Oldinlari burchak-burchakda yig'lardim. Hozir shartda gapirib joyiga qo'yib qo'ydim. Boplabmanmi? Qo'ymaysan, Pari, qo'ymaysan. Zulfiya pamma miyasini qotiryapti. Yuring. Yuring, bilaylik nima kelgan ekan. Xo'sh. Gapir. Nima darding bor? Seni ko'p dilingni og'ritdim. Qizing ham meni deb jabr tortdi. Ajralib ketishiga sal qoldi. Uni o'ylamay qo'yaqa. Hunaring o'tmadi. Yarashib ketishdi. Meni kechir. Seni xafa qilganimdan afsusdaman. Nima bo'ldi? Xotining ta'zirini berdimi? Berdi. Tavbamga tayantirdi. Senlar aslida menga do'st ekansanlar. Men ahmoq buni bilmabman. Bir ayolni makriga uchib, hammani yomon ko'ribman. Va nihoyat ko'r ko'zlaring ochilibdi-da. Ochildi. Moshdek ochildi. Shunga sendan kechirim so'ragani keldim. Qamaldimi? Guling? Tergovda. Keyin qamoqqa olib ketishadi. Meni kechirdingmi? Meni laqillatganing alam qilyapti.
hech kim meni sendek aldagan emas. Shunga yangi qurilishimdan 100 kvadrat bir uyimdan beraman. Shart emas. Shart. Pulim bor, o'zim olaman. Bilaman. O'ylab ko'rsam, umrimni yarmini yashab bo'lman. Bu yoqqa nimani ham olib ketardim. Endi qolgan umrimni faqat yaxshilikka bag'ishlayman. Shuning uchun ham bu uy mendan senga hadya. Yetkazgan ma'naviy zararlarim uchun. Ertaga Jahongir kelib, senga hujjatlarni berib ketadi. Agar yo'q demasang ki bir bag'rimga bosay. Do'stlarcha. Nodira Halilovna. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tabriklayman. Chiqqaningizdan xursandman. Rahmat. Voy qizlar, sizlarni shunaqa sog'indim. Biz ham sizni sog'indik. Matlubaxon, Pari, Zulfiya, qizlar, meni kechiringlar. Bir paytlar bilib bilmay ko'pchiliginglarni dilinglarni ortib qo'yganman. U yoqda o'tirib ko'p narsani o'ylab ko'rdim. Tushunib yetdim. Nohaq joylarim ko'p ekan. Allohim menimcha menga yana bir marta imkon berdi. Xatolaringni to'g'rila dedi. Shunga uyga ham kirmasdan to'g'ri oldinglarga kelaverdim. Pari, Zulfiya, meni kechirdinglar, ha? Opa, biz kechirganmiz. Qamalganingizda hamma alamlarimiz chiqib ketdi. Zulfiya opa. Nima to'g'risida? Boshda rosa xursand bo'ldi. Hattoki battar bo'lsin dedik. Ha? Opa. Keyin bo'lsa achinishni boshladik. To'g'rimi, Pari? Ha, muhimi to'g'ri xulosa chiqaribdilar-ku. Qizlar, biram yaxshisilarki, maylimi hammanglarni bag'rimga bossam. Mayli.
Bari. Meni kechir. Zulfiya. Meni kechiring. Qani endi ovqatlanamizmi? Ha. Hammamiz birga. Keling, keling. Hozir. Kelinglar qizlar. Stul olib keling. Bor. Oy, Keling. mana. Yana bir bor. Ming bora uzr. O'tir. Kechirdim. Artugur. Yuragimdan bir tosh ko'chganday bo'ldi. Bugun endi yengil uxlayman. Yarashuv sharofatiga bitta osh qilamizmi? Yaxshi bo'lardi-yu, faqat boshqa kuni. Hozir uyda Nosurboy osh damlayaptilar. Ha, Afzaliyam yoniga borib keldim. Undan ham elita uyni sota oladigan bo'ldim. Shuncha uyni nima qilasan? Yetim yesirlarga tarqatmoqchiman. Ehson qilmoqchiman. Nechun endi ehson qiladigan bo'lib qolding? O'ylab qarasam, o'sha pullar baribir bitta firibgar yeb ketardi. Afzal bilan Jahongir agar yordam bermaganda allaqachon pulni muxlagan bo'lardi. Hozir nazokatdan shu pullarni qaytib olyapman. Bankda muzlatib qo'yilgan. Firibgarga ketguncha bu pullarni undan ko'ra ehson qilsam, Xudoimga ham xush keladi. To'g'ri o'ylabsan. U dunyoga ham bir nima qilib qo'y debsan-da. Do'stim, shoshta oxiratda o'ylamadim. Endi o'ylash vaqti yetib ketdi. Shuna paytda bilasanmi, Iskandar Zulqarnaynni rivoyati esimga tushiradi. Qaysi rivoyat ekan? Iskandar o'limi oldidan butun ayollarni atrofiga chaqirib, meni ikki qo'limni tobutdan chiqarib qo'yinglar deb buyruq bergan ekan. Ayollar nega bunday deb so'rashganda, 7 qit'ani titratgan shoh, xazinalar egasi, javohirlar sohibi bu dunyoga quruq qo'l bilan ketayotganini ko'rib qo'yinglar, odamlar degan ma'noni anglatgan ekan. Shunga o'xshab biz ham bitta paypoq olmasdan ketar ekanmiz. Nazokat seni rosa boplab tarbiyalatdimi deyman? Shu xotinga rahmat. Sizga bir taklifim bor. Qanaqa taklif? Hozir. Mana. Sizni 10 yoshga yoshartirib qo'ydim. Ishqilib g'alati ko'rinmayaptimi? Yo'q. Hozir juda ko'p yigitlar sochini bo'yab yurishadi. Sizga juda ham yarashdi. O'zimga juda ham bir
G'alati tuyulyapti. Ana endi qizlarga bemalol gap otsangiz bo'ladi. Qo'ysangizchi. Kimga ham gap otardim. Yaxshi turibdimi o'zi? Ha, juda ham yarashdi. Sizga yarashdi. Mayli ish qilib, onam tanisalar bo'ldi. Nech pul bo'ldi menda? Sizdan pul olmayman. Yo'q, unaqa qilmang. Bu sizning mehnatingiz. Yo'q, arzimagan mehnatga pul olsam yaxshi bo'lmaydi. Men unaqa tekinga pul bermasdan ketib olmayman. To'g'ri kelmaydi. Mayli, agar vijdoningiz qiynalsa, bitta kofe olib berasiz. Bo'ldi. Kofe sizdan aylansin. Xohlasangiz Dildorni ham chaqiramiz. Yo'q. Faqat ikkalamiz o'tiramiz. Mayli, nima desangiz shu. Ketdingmi? Hozir bo'shmisiz? Ha, siz chiqavering, hozir chiqaman. Xo'p. Voy. To'g'risini aytsam, juda ham qo'rquvdim. Voy, ochkilar qolib ketibdi-yu. Assalomu alaykum. Juda eshikni ochishing qiyin, a? Ha, ishlar bilan bo'lib qolib ketibman. Qalaysan, yaxshi o'tiribsanmi? Namcha voqli keldingiz? Chiroyli xotinimni sog'indim. Aldamang. Bugun ofisga Sodiqboy keldi. Rosa janjal qilib ketgandirlar, a? Yo'q, aksincha kelib, kechirim so'rab ketdi. Rostdan. Qayerdan kun chiqibdi? Bilmadim. O'zim ham hayronman. Ha, uni ustiga yana mendan 50 ta uy sotib oldi. Bu odamga ishonmang, Afzal aka. Bir baloni o'ylab qo'ygan bo'lmasin. Xavotir olma. Hech nima qila olmaydi. Bu meni shunchaki qilgan xizmatlarim uchun minnatdorchiligi. Shu odamga ishonmayman-da. Nazokat buni tarbiyalab ketdi. Aytdim-ku senga, yomonlar bo'lmaganda, yaxshilar qadri bilinmasdi. Bir yomonni ko'rgandan keyin oldida samimiy insonlarni qidira boshlashadi. To'ppa-to'g'ri. Zo'r bo'pti. O'zi pulni uchma-uch yetkazayotgandik. Yaxshi bo'ldi. Katta pul tushsa, ancha o'zimizni tiklab olamiz. Oyoqqa ham turib olamiz. Xo'p, endi ovqating bormi? Siz kiyimlaringizni almashtirib chiqing, keyin suz beraman. Ketdik. Yura qoling. Yuring. Ana bo'ldi. Ishlarni topshirib chiqdim. Ha, ochkingiz qolib ketibdi. Rahmat. Men sizni hech ham mehnatkash ayolsiz deb o'ylamaganman. Qanaqa ayol deb o'ylagansiz? To'g'risini aytsam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, mayli aytavering. Men sizni bozor ko'rgan ayol bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Shunaqa ayollarga o'xshaymanmi? Shunchaki tashqi ko'rinishingizdan shunaqa tuyulganda menga. Aytdim-ku, hamma meni millioner xotini deb o'ylaydi. Aslida men unaqa kibrli ayol emasman. Bolalarimni zo'rg'a boqaman. Odamlar nima desa to'g'risi, men unaqa ayol emasman. Ja, o'zingizni bechora qilvormang. Rostdan, Dildor meni salonga ishga olmaguncha tayinli ishim ham yo'q edi. Endi eri bor ayollarga havasim keladi. Hamma narsasi ta'minlangan, tayyor. Og'ir mehnat qilishmaydi. Men esa sizga o'tmishimni aytib berdim. Boshimdan
qanaqa kunlar o'tkazganimdan xabardorsiz endi. Eri bor ayollarni ko'rib, mazza qilib yashasa bo'lmaydimi deb o'ylayman. Agar meni ham sizga o'xshagan ayollarni qadrlaydigan erim bo'lganda ko'chaga umuman chiqmagan bo'lardim. Uyda osh-ovqatimni qilib o'tirgan bo'lardim. Bundan ortiq baxt bormi? Ko'pchilik ayollar oilasini qadriga yetmaydi. Ketdikmi? Qaysi kafega olib boring? Menga farqi yo'q. Qayerga desangiz ma'qul, o'zingiz tanlang. Bo'ldi, zo'r joyi bilaman. Ketdik. Yuring. Sabish, qo'yib yuborishdimi? Ey, Ha? tur. Kutmaganmi deylar? Voy opa, qo'yib yuborishdimi? Bir hafta izolyatorda bo'ladi deyishgandi. Senlar rosa xursand bo'lib yayradinglarmi? Yo'q, senga bir narsalar olib qo'ygan edik. Kecha Dilnozani uyidan narsalar kelgan edi. Rahmat. Nimaga bunaqa vaqtli qo'yib yuborishdi? Yaxshi xulqim uchun. Nimaga vaqtli keldingiz? Bugun nazokatning oldiga borib guvohlik berishim kerak edi. Tergovga chaqirishganda. Borsak nimamush, bugun charchadim. Kasalman, mazam yo'q. Xullas nima qilsa ham tergovga qatnashmasa bo'ldi. Matlubaxon, yoningizga bir iltimos bilan keldim. Jonim bilan opa. Men endi bosh shifokor bo'la olmayman. Kasbimni o'zgartirishim ham shu yoshimda amrimahol. Shuning uchun shu yerda ishlasam degandim. Mayli opa. Lekin qaysi lavozimga sizni ishga olaman? Nega keldi ekan, ha? Qamoqdan chiqib to'g'ri shu yerga kelganmi? Shunaqa bo'lsa kerak. Opa, o'tira olmadim. Vijdonim qiynaldi dedi-yu. Ana! Kibr havoga berilganda Xudoyim ham shunaqa ahvolga solib qo'yadi. Nega kelgan ekan? Menimcha shu hujjatlarni olib ketgan ekanlar. Ertadan ishga chiqadilar. Iya, tushunmadim. Kim bo'lib? Bosh shifokor bo'libmi? Enemy spotted! Help me! Help me! Enemy spotted! Right,
रिवाइव दे दे तो क्या जाता है तेरा। भाग जा रिवाइव कर भाई जा। नहीं रे गरम भाग जा भाई जाके रिवाइव कर। बहुत बड़ी बात है। Watch your back. बाहर निकल। Stay alert. दिल में चला गया दिल में। अरे भाई उधर मत जाना यार, 3 बंदा है। Help me. एक बंदा को रिवाइव करवाई जाके जल्दी जल्दी। Head there. दिल में चला जा, दिल में कोई बंदा नहीं। दिल में जान यार कहाँ। Enemy spotted afar. Enemy very close. Enemy spotted. अबे भोसड़ी के दिल में जाना भोसड़ी। जो अंदर जाके भाई। I bought a team boost. Stay alert. अबे 3 The बंदा। game is heating up. चाचा दिल में जान तुम जा। यार मार अभी मार। Enemy spotted. भाग जा निकल जा ड्रोन से। भागना निकल गया यार। घर में जा अंदर। अरे यार उल्टा जा रहा है इधर नीचे से नीचे। Enemy spotted. Help me.
Help me! Enemy spotted! रिवाइव दे दे तो क्या जाता है तेरा। भाग जा रिवाइव कर भाई। नहीं रे गरम। भाग जा भाई जाके रिवाइव कर। बहुत बढ़िया। Watch your back! बाहर निकल। Stay alert! दिल में चला गया दिल में। अरे भाई उधर मत जाना यार, 3 बंदा है। Help me! एक बंदा को रिवाइव करवाई जाके जल्दी जल्दी। Head there! दिल में चला जा, दिल में कोई बंदा नहीं। दिल में जान यार। Enemy spotted afar! Enemy very close! Enemy spotted! अबे भोसड़ी के दिल में जाना भोसड़ी। जो अंदर जाके भाई। I bought a team boost! Stay alert! अबे 3 The बंदा। game is heating up! चाचा दिल में जान तुम जा। यार मार अभी मार। Enemy spotted! भाग जा, निकल जा ड्रोन से।
भागना भागना निकल गया यार घर में जा अंदर अंदर अरे यार उल्टा जा रहा है इधर नीचे से नीचे